Spark avtomobilini qabul qildik. Предохранитель krishkalarini ochib qo'yganimizda mashinada shunaqa holat bo'ladi. Mashina tiqqida mana prostoy gazda magnit ochmay qoladi. Benzinga, gazga o'tadi, glavniy relay o'chib yonadi. Shunga o'xshash holat bo'ldi. Chunki u holatni men videoda qilib sizlarga ko'rsata olmayman, afsuski, chunki bu holat o'tib ketib bo'ldi. Diagnostikada bitta raspredval datchikda ошибкасы bor edi. Ya'ni o'sha yerda datchik bor mana. O'sha datchikda ошибка bo'lgan edi. Endi bunga sabab mana raspredval datchik simi shu simda ulangan joyi bor ekan, mana ko'rib turganingizda mana shu kichkinagina pincha, ya'ni simni tolasi, mis simni tolasi. Shu massaga tegib qolib, shunaqangi holatlar kuzatildi. Shunaqa joylarga e'tiborliroq bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lishingizni tanishmasin. Yana qiziqarli videolar, xudo xolasa bundan keyingi videolarda birgalikda boshlanib tuzatib davom ettiramiz.